Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun biz ma'naviyatimiz osmonida yorqin iz qoldirgan o'zbek jadidchilik harakatining yetakchi namoyandasi, ulug' shoir va olim Abdurauf Abdurahim o'g'li Fitrat haqida so'z yuritamiz. 1886-yil. Ko'hna va boqiy Buxoro. Shu tuproqda millat taqdirini o'zgartirishga qodir bo'lgan bir siymo dunyoga keldi. Uning ismi Abdurauf edi, lekin keyinchalik dunyo uni Fitrat, ya'ni zukko, tabiatan aqlli deb taniy boshladi. Aziz tinglovchilar, bugungi mavzuyimiz ko'lami juda keng va chuqur. Shuning uchun studiyamizga 8D sinf o'quvchilarini taklif etganmiz. Keling, ulardan Fitrat haqida ma'lumot eshitamiz. Fitrat 1912-yil, 1916-yillarda Buxoro va Qarshi shaharlarida usuli jadid, ya'ni usuldagi maktablarni tashkil etish, ularga dars berish bilan shug'ullangan. Tabiatni atfol jamiyati Istanbulda o'qib yurgan kezlarda buxorolik talabalarga ko'maklashuvchi maxfiy xayriya jamiyatini tuzishda ishtirok etgan. Germaniyaga talabalar yuborish 1922-yilda uning tashabbusi bilan 70 nafar O'zbekiston yoshlari oliy ma'lumot olish uchun Germaniyaga yuborilgan. Sayha 1911-yilda Istanbulda chop etilgan. Ushbu to'plam vatanparvarlik ruhida she'rlarni o'z ichiga oladi. Unda Turkistonning mustaqilligi g'oyasi ilk bor juda yorqin shaklda ifodalangan. Yurt qayg'usi turkum 1917-yilda Hurriyet gazetasida e'lon qilingan. Bu turkumga mansub asarlarning aksariyati sochma she'r janrida bo'lib, unda shoir Turkistonning xarob ahvolida kiyinib, millatni uyg'onishga chorlaydi. Go'zal yulduz, yerimizning eng qadrli tug'gani, nega bizdan qochib buncha uzoqlarga tushibsan? Tug'ganingga nechun sira gapirmasdan turibsan? So'yla yulduz, holing nadir? Nechuk topding dunyoni? Bizning yerda bo'lib turgan tubanliklar, xo'rliklar. So'yla yulduz, sening dag'iy quchog'ingda bo'lurmi? Bormi senda bizim kabi insonlar, ikki yuzli ishbuzarlar, shaytonlar, o'rtoq qonun qonmay ichgan zuluklar, qardosh etin to'ymay yegan qoplonlar? Bormi senda o'ksiz yo'qsulning qonun, gurunglashib chohir kabi ichganlar? Bormi senda butun dunyo tuzugin, o'z qopchig'in to'ldirg'ali buzg'anlar? Bormi senda bir o'lkani yondirib, o'z qozonin qaynatg'uvchi xoqonlar? Bormi senda qorin qursoq yo'lida, elin yurtin borin yog'in sotqonlar? Shoirning 1922-yilda yozilgan Mirrix yulduziga she'ri o'zbek she'riyatining eng nodir namunalaridan biridir. Fitrat uzoqdagi sovuq yulduzga murojaat qilib, aslida yerdagi o'z yurtidagi qonli voqealar, bolsheviklar keltirgan zulm va xo'rliklar haqida dardli hikoya qiladi. Bu she'r o'sha davr senzurasidan o'tish uchun tanlangan ramziy uslub bo'lib, unda shoirning erkinlikka bo'lgan cheksiz tashnaligi aks etgan. Audio matan oxirida sizni musiqa bilan kayfiyatingizni ko'tarmoqchimiz. Kirsam, bo'ronlardek to'zib kirsam, so'ng umidim uzib ko'rsam, yig'larsan, kutarsan, kulging qo'shar jonimga jon, bir sevib yig'lashing armon, men uchun yurakdan jonon, yig'larsan, sevar
Ko'rsam taftingdan kuyib, kipriging ostidan to'yib, yoshdan labingga suv quyib, yig'larsan, ko'narsan. Sochlaring bo'ynimda dorim, ko'nglimda yagona bor.